O'za geometriya, burchak tomoni munosabatlari birinchi test. Birinchi savolga qaraymiz. Birinchi savolda x, y, z o'rtasidagi munosabatni topishimiz kerak ekan. Xo'p, demak, oddiygina hayotiy misoldan foydalanamiz. Bu yer bizni uyimizning joyi bo'lsin va bu yerda katta yo'l bo'lsin. Xo'p, katta yo'lga to'g'ridan chiqadigan yo'l bor va sal qiyalatib chiqsak bo'ladi va undan ham qiyinroq chiqadigan uchinchi yo'limiz bor. Ya'ni bu perpendikulyar 90 gradusga chiqadi katta yo'lga. Xo'p, endi eng yaqin yo'l qaysi? Eng yaqin yo'l bu to'g'ridan chiqadigan yo'l. Xo'p, bu y ekan. Undan keyin bu yo'lchi desa bundan ko'ra ozgina uzunroq, ya'ni bu x yo'l. Va eng uzoq yo'l bu, ya'ni z. Demak, mana shu hayotiy misol orqali nima qilamiz ekan? Y eng kichigi, undan kattarog'i x, undan kattarog'i z ekan. Xo'p, bunaqa javobimiz y x z. Xo'p, y x z. B javobda berilyapti. Xo'p, keyingi savol. Bizdan so'ralayotgan holat minimum x. Ya'ni x ni eng minimal qiymatini so'rayapti. Xo'p, demak, burchak berilyapti. Burchakka e'tibor qaratamiz. Bitta tomon berilyapti. Tomonga e'tibor qaratamiz. Xo'p, endi va oxirgi 3-chi e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan x bu butun son ekan. Xo'p, e'tibor qaratamizki 100 gradus. Demak, bu burchaklari xohlasak ham, xohlamasak ham 100 dan katta bo'la olmaydi. Chunki 3 burchakning ichki burchaklari yig'indisi nechaga teng bo'ladi? 3 burchakning ichki burchaklari yig'indisi 180 gradusga teng. Xo'p, demak, 180 bo'lsa, hozir bu burchak A burchagimiz 100 gradus bo'lsa, B bilan C ga 80 gradus qolyapti. Ikkalasi birlashsa ham 100 gradusdan o'tib keta olmas ekan. Bizda qoida bor edi. Burchak qancha katta bo'lsa, tomon ham shuncha katta bo'ladi. Demak, mana shu 3 burchagimizda ABC 3 burchagimizda eng katta burchak 100 ekanmi? Uni qarsak tomon ham eng katta bo'ladi. Xo'p, demak, nima desak bo'ladi? Bu x plus 6miz, albatta 13 dan katta. Nima desak bo'ladi? Xo'p, x plus 6 katta 13 dan. 13 hech qachon teng bo'lmaydi. Chunki mana bu taraf, ya'ni AC tomonda ham qandaydir qiymati bor. Xo'p, aytaylik, juda ham minimal qiymatini olib hisoblagan taqdirimizda, misol uchun yarim 0.5 deb turib hisoblasak ham bu ikkalasining 13,5 bo'ladi. Shuning uchun 13 dan ko'ra kattaroq son olamiz va butun son olamiz. Demak, bu tenglikni ishlaydigan bo'lsak, x 6 ni olib o'tsak, 6 ni ayirsak, necha bo'ladi? 7. Demak, x ni qiymati 7 dan albatta katta bo'lar ekan. Endi bizdan nima so'ragan? X ni eng kichik qiymati. Xo'p, 7 dan katta butun son nechi? Bu albatta 8. Demak, x ni eng kichik qiymati 8 ekan. Yani to'g'ri javob C javob bo'lyapti. Keyingisi, 3-chi. Xo'p, bu yerda bisektrisaga tushirilyapti. Bu tomonimiz, ya'ni C dan D gacha bo'lgan masofa 2x va bu yerimiz 10 ga teng ekan. Bizdan maksimum x ni so'rayapti. Xo'p, endi bu yerda bisektrisa bo'lganligi uchun yana ma'lumotimiz nima deyapti? X'imiz butun son ekan. Va yana bitta qo'shimcha ma'lumotimiz ABC bilan CBD. Ya'ni ABC bo'lsa ABC. Ya'ni hozir buni ikkalasini tengligini aytyapti. Xo'p, ikkalasi bir-biriga teng deyapti. Buni bildik. Endi e'tibor qaratsak, mana bu burchagimiz bu burchakdan albatta kichkina bo'ladi. Xo'p, burchak tomon munosabatlariga ko'ra, ya'ni burchak qancha katta bo'lsa, tomon ham shuncha katta bo'ladigan qoidamiz bor edi. Demak, bu 10imiz 2x dan albatta katta. Xo'p, endi savol tug'iladi. Xo'p, bu burchak aytaylik qanaqadir alfa bo'lsa, bu burchak qanaqadir beta bo'lsa. Beta burchagimiz katta alfadan. Buni qanday isbotlaymiz? Hozir shunchaki katta deb ketaveramizmi desa, yo'q, isbotlasa bo'ladi. Qanday qilib? Bu burchagimiz ham alfa ga teng, chunki bu bisektrisa. Xo'p, bu burchagimiz qanaqadir x ga teng. Ikkalasini yig'indisi, ya'ni bu burchak bilan burchak yig'indisi 3-chi burchakning tashqi burchagini beradi. Ya'ni beta nimaga teng? Alfa qo'shilgan x ga.
Xo'p, alfa bilan x, ya'ni x hech bo'lmaganda 1 gradus bo'ladi bo'lmaganda. Demak, buni yig'indisi albatta alfadan katta. Shuning uchun nima deyapmiz? Beta burchagimiz alfa burchagidan katta. Demak, burchak qancha katta bo'lsa, tomon ham shuncha katta bo'ladi degan qoidaga asosan nima desak bo'ladi? 12x dan ko'ra kattaroq. Hop, bu yerdan x ni qiymati, ya'ni tengsizlikni ishlaydigan bo'lsak, x kichik bo'ladi. 10^5 teng. Ya'ni 5 dan kichkina bo'lar ekan. Maksimum x ni so'rayapti, ya'ni x ni eng katta qiymati. Hop, 5 dan ko'ra kichikroq butun son bu 4. Demak, maksimum necha bo'lishi mumkin ekan? 4 bo'lishi mumkin ekan. X ni qiymati. Hop, 4-savol. 4-savolda bizda berilgan ma'lumotlarga diqqat qilamiz. Burchaklarni beryapti. X butun son ekan va bu ikkita burchagimiz teng, ya'ni bisektor esa bu. Hop, yana nima berilyapti? Bo'ldi, shu ma'lumot va bizdan so'ralyapti maksimum x ni qiymati so'ralyapti. Hop, bu burchaklarni belgilab olaylik. Alfa desak, bu burchak ham nimaga teng bo'ladi? Alfaga teng bo'ladi. Endi bu burchagimiz 95 ga teng ekan. Bu 70 ga teng ekan. Shunda alfani qiymatini topish mumkinmi? Ha, topish mumkin, chunki 3 burchakning ichki burchakning yig'indisi 180 gradusga teng. Yozamiz. 70 qo'shilgan 95 qo'shilgan alfa teng 180 ga. Bu yerdan alfani qiymatini topsam, hop, 70 ga 95imiz 165, 180 dan 165 chiqarsak, bu 15 ga teng bo'ladi. Hop, demak, bu alfa qiymati necha ekan? 15 gradus. Bu yer ham 15 gradusga teng bo'ladi. Hop, endi bu 95 bo'lsa, bu burchagimiz nima bo'ladi? 85 bo'ladi. Chunki ikkalasini qo'shsak 180 bo'lishi kerak. 85 gradus. Hop, 85 ga 15 ni qo'shsak 100, 100 gradus bo'lsa, demak bu yerga 80 gradus bo'lyapti. Hop, topishim mumkin bo'lgan hamma burchaklarni topib oldim. Ba'zilari kerak, ba'zilari keraksiz, lekin topib qo'ydik. Endi bu tomonimiz necha ekan? 13 ekan. 13 ekan. Hop, endi katta ABD uchburchakka e'tibor qaratamiz. Katta ABD uchburchakda bu burchagimiz 70 gradus, bu to'liq burchagimiz 15-15 bo'lsa 30 gradus, bu burchagimiz 80 gradus. Eng katta burchak necha bo'lyapti? 80 gradus bo'lyapti va buni qarshisida necha turibdi? 13 turibdi. Va undan keyingi o'rinda 70 gradusli burchak va qarshisida nima turibdi? X turibdi. Demak, x ni qiymati 13 dan kichkina bo'lishi kerak ekan. Xo'p, 13 dan kichkina bo'lgan birinchi butun son bu 12. Demak, biz qidirayotgan x ni maksimal qiymati, ya'ni eng yuqori qiymati 12 bo'lar ekan. Xo'p, keyingisi. 5-savol. Bizga berilgan ma'lumotlar x butun son, bu ikkala burchagimiz teng, alfa va alfa deb belgilab olamiz. Xo'p, buni 7 deyapti, x + 4 deyapti. Bizdan so'ralayotgan ma'lumot x ni eng kichik qiymatini so'rayapti. Yaxshi. Xo'p, x ni eng kichik qiymatini qanday topishimiz mumkin? Va bu bisektrisaga qanday bog'lashimiz mumkin? Endi, xo'p, bu yerimiz alfa bo'lsa, xo'p, alfani qarshisida nima turibdi? X + 4 turibdi. Endi bizda qoida bor. Xo'p, mana bu burchakni aytaylik qandaydir beta, bu burchakni qandaydir gamma deb olsak, ikkita ichki burchaklar yig'indisi uchinchi burchakni tashqi burchagiga teng degan qoida bor edi. Shunda nima deb tensiya olsa bo'ladi? Betaga gammani qo'shganimiz, ya'ni bu ikkala burchakni qo'shganimiz. Uchinchi bu burchakni tashqi burchak, ya'ni alfaga teng bo'lar ekan. Beta bilan gammani yig'indisi nimaga teng bo'lar ekan? Alfaga teng bo'lar ekan. Xo'p, yaxshi. Demak, bu yerdan bitta narsani xulosa qilsak bo'ladi. Betani qiymati alfadan albatta kichkina. Chunki beta bilan gammani qo'shsak keyin alfa bo'lyapti. Demak, betani o'zi alfadan albatta kichkina bo'ladi. Demak, betani to'g'risida 7 turibdi. Alfani to'g'risida x + 4 turibdi. Demak, burchak tomon munosabatlarning qoidasi bor edi. Burchak qancha katta bo'lsa,
uni qarshidagi tomon ham shunchalik katta bo'ladi. Demak, alfani qarshisida x plus 4 turibdimi? Bu katta bo'ladi, albatta. Betani qarshisi 7 dan. Xo'p, endi tengsizlikni ishlaydigan bo'lsak, 4 ayrilib ketsa 3. X ni qiymati 3 dan albatta katta bo'lar ekan. Demak, bu yerda minimum x, ya'ni eng kichkina x ni qiymatini so'ragan. Bu yerda butun sonni hisobga olsak, 3 dan katta bo'lgan birinchi butun son bu 4. Demak, to'g'ri javob B bo'lar ekan. Xo'p, 6-chi savolimiz. 6-chi savolda teng yonli uchburchak berilyapti va bu yerdagi B burchak, ya'ni asosdagi burchagimiz 20 bilan 60 ning orasida ekan. Xo'p, bizdan nimani so'rayapti? Alfani oralig'ini so'rayapti. Yaxshi. Endi qarang. Faraz qilamiz, haqiqatda mana shu B burchagimiz 20 gradus bo'lsin. Xo'p, 20 bo'lsa, demak 20 gradus. Bu ham majbur nima bo'ladi? 20 bo'ladi. 20 ga 20 ni qo'shsak 40, alfaga necha qoladi? 40 bo'lsa 140 gradus bo'ladi. Xo'p, lekin bu 20 bo'la olmaydi, 20 dan katta bo'ladi. Demak, bu ham 140 gradus bo'la olmaydi. Alfa 140 gradusdan kichkina bo'lishi aniq. Xo'p, endi faraz qilaylik, shu burchagimiz 60 gradus bo'lsin. Demak, 60 gradus. Bu ham nima bo'ladi? 60 gradus bo'ladi. 60 ga 60 120, alfaga necha qolyapti? 60 qolyapti. 60 dan katta bo'ladi. Ya'ni bu yerda hozir bu burchaklarimiz 60 bo'la olmaydi, 60 dan kichkina bo'ladi. Demak, bu ham 60 bo'la olmaydi, 60 dan katta bo'ladi. Demak, alfani oralig'i 60 bilan 140 ning orasida ekan. Bunaqa javobimiz A javobda berilyapti. Keyingisi 7-savol. Xo'p, 7-savolimizda bu yerda ASD uchburchagimiz teng yonli ekan. Yana nima berilyapti? 44 gradus alfani, ya'ni BAS alfa ekan, maksimum alfa. Bizga so'ralayotgan narsa shu alfa burchakni eng yuqori qiymati necha bo'lishi mumkin degan savol berilyapti. Xo'p, yaxshi. Demak, bu teng yonlik bekorga berilmagan. Teng yonlik bo'lsa, asoslari ham nima bo'ladi? Asoslardagi burchaklar ham teng bo'ladi. X deb belgilab oldim. X bo'ldi. Yaxshi. Endi mana bu burchakni nima desak bo'ladi? Qanaqadir y bilan belgilab turaylik. Xo'p, biz nima qilishimiz mumkin? Mana bu burchaklarning hammasini qo'shsak 180 gradus chiqadi deb turib xulosa qilishimiz mumkin. Ya'ni x qo'shilgan y qo'shilgan alfa qo'shilgan 44 gradus teng nechaga? 180 gradusga. Hop, x plus y plus alfa 44 ni ayirsak 136 gradusga. Ya'ni uchalasining o'rnisi 136 gradusga teng bo'lar ekan. Hop, endi bu yerdan yana nima olsak bo'ladi? 44 ga alfani qo'shsak x ga teng bo'ladi. Ya'ni 3-burchak tashqi burchak. Demak, x teng ekan 44 qo'shilganicha alfa. Hop. Demak, hozircha shunaqa ma'lumot oldik. Yana qanaqa ma'lumot olishimiz mumkin? Xo'p. Mana bu burchagimiz 90 gradusdan kattaligini bilishimiz mumkin. X ni 90 gradusdan kichikligini bilishimiz mumkin. Xo'p, yana nima qilsak bo'ladi? 44 gradusga bog'lab turib. 44 gradusda qarshisida bu tomon turibdi. Xo'p. X ni o'rniga 44 plus alfa qo'ysam aytgan nima bo'ladi? 44 plus alfa qo'shilgan y plus alfa teng nechaga? 136 ga. Hop, 136 dan 44 ni ayirsak, ikkita alfa qo'shilgan y teng 44 chiqib ketsa 4 8 92 gradus. Demak, hozir 2 alfa plus y teng 92 ga. Bu yerdan nima qilishimiz kerak? Alfa qiymatini topamiz. 2 alfa qo'shilgan emas, teng y dan ayiraman 92 minus y. Hop, alfa teng 2 ga bo'lishib beradi. 92 minus y taqsim necha? 2. Endi qarang, shu yerda bizga ma'lumot bergan. Alfa bu butun son. Endi biz nimani topishimiz kerak? Alfani eng yuqori qiymatini. Demak, alfa yuqori bo'lishi uchun
y ni qiymati eng kichkina bo'lishi kerak. Bu yerda y ga xohlagan sonimizni berishimiz mumkin. Nima qilamiz? Y ga eng kichkina 1 berishi mumkin. 1 bersam 91 bo'ladi. 91 2 ga bo'lsa butun son chiqmaydi. Shuning uchun 1 bera olmaymiz. Y ga necha beramiz? 2 beramiz. 2 bersak 92 dan 2 ni ayirsak 90, 92 ga bo'lsak 45 gradus bo'lyapti. Demak, agar biz alfani eng yuqori qiymatini hisoblaymiz desak, 45 gradusgacha olib chiqishimiz mumkin ekan. Undan yuqoriga chiqmas ekan. 45 degan javobni olamiz. Keyingisi 8. Bizga aytyapti, alfa burchagimiz butun son. Hop, bu ikkalasi teng, ya'ni teng oluvchi burchak. A burchagimiz 50 gradusdan katta. Hop, ABC teng alfa, yaxshi. Maksimum alfani so'rayapti. Hop, endi qarang. Bu yerda yuqorida A turibdi, ya'ni alfa burchagi. Bu burchakni x deb atasak, bu burchagimiz ham majbur nima bo'ladi? X bo'ladi. Chunki teng oluvchi burchakning asosidagi burchaklari o'zaro teng bo'ladi. Hop, endi mana shu x ni, ya'ni A burchakni nima deyapti? 50 gradusdan ko'ra kattaroq burchak deyapti. Hop, yaxshi. Endi 50 gradusdan katta burchak desak, 50 gradusdan katta. Bu alfani eng yuqori qiymatini topish uchun nima qilish kerak? X ni eng quyi qiymatiga tushishimiz kerak. Hop, endi nima deyman? Farazan aytamanki, mana shu x'imiz 50 deyman. Shunda ikkita x'imiz, ya'ni bu ikkala burchakni yig'indisi 100 gradusga teng bo'ladi. Lekin aslida nima deyapti? Bundan ko'ra kattaroq. Ya'ni 100 gradusdan ko'ra kattaroq bu. Hop, endi uch burchakning ichki burchaklar yig'indisi 180 gradus bo'lsa, hozir bu yerda bu ikkalasi necha bo'ldi? 100 bo'ldimi? Bunga necha qolyapti? 80 qolyapti alfaga. Agar shunaqa bo'lganda edi, ya'ni 2x ya'ni 100 gradusga teng bo'lib qolsa, alfa ham 80 bo'ladi. Lekin bunaqa bo'lmaydi. Chunki nima deyapti? X qiymati 50 dan katta deyaptimi? Demak, 2x ning qiymati 100 dan ham kattaroq. 100 bo'lmaydi. 100 dan katta sonni olaman. Endi 100 dan katta eng yaqin butun son bu 101. Endi buni agar 101 bo'la oladi desak, bu necha bo'lib qoladi? 79. Demak, alfani bo'lishi mumkin bo'lgan eng yuqori qiymati 79 ekan. Bunaqa javobimiz javobda berilyapti. Xo'p, darsimiz bunaqangi katta hajmni egallamasligi uchun va aytaylik vaqti ko'payib ketmasligi uchun ikkita qismga bo'layapmiz. Bitta testda 16 ta savol bor. Biz 8 ta qilib joylaymiz, xudo xolasa. Agar mana shu mavzularni ishlanishida, misollarni ishlanishida qanaqadir kamchilik bo'lsa, ya'ni kamchilik sezsanglar, kommentariyaga yozib qoldirsanglar, inobatga olamiz, qo'ldan kelgancha to'g'rilaymiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.